Instagramning o'zbek segmentida mana bu videoni tarjima qilib ulashdimi yo'qmi? Bitta tinglab ko'ringlar, juda ham ajoyib. Если ваш мелкий выносит Agar farzandingiz mana shu 5 ta odati bilan sizni charchatib yuborgan bo'lsa, xotirjam bo'ling. Sizda daho o'sayapti. Birinchisi jag'i tinmaydi, savollari tugamaydi. Nega, qanday qilib degan savollar bilan bezor qiladi. G'azablanmang. Bu uning miyasi faol ishlayotganidan darak. U bog'liqliklarni topishga va boshqalarga nisbatan tezroq fikrlashga o'rganmoqda. Ikkinchisi ketida abadiy dvigatel borday tinmaydi. Divanda sakraydi, uy bo'ylab yuguradi. Bu giperfaollik emas, ko'pincha bu kuchli hayotiy energiyaning belgisi. Uning organizmi va aqli to'liq quvvatda ishlayapti. Uchinchisi kunduzi uyquga yotqizish qiyin. Boshqa bolalar uxlayotganda u bedor bo'lishi bu zarar emas. Shunchaki uning energiya zaxirasi kuchliroq, miyasi o'chishni istamayapti. To'rtinchisi dasturxon atrofidan arimaydi. Xotirjam ovqatini yeya olmasdan nuqul dasturxon atrofiga alangalaydi. Bu tartibsizlik emas, bu qiziquvchanlik. U uchun atrofdagi olam makarondan ham qiziqroq. Bu qiziqishni so'ndirib qo'ymang. Va beshinchisi yig'loqi. Sal narsaga ko'z yosh to'kadi. Bu zaiflik ham, erkalik ham emas. Bu uning his-tuyg'ulari chuqurroq ekanini ko'rsatadi. Katta bo'lganida odamlarni yaxshiroq tushunadigan bo'ladi. Qisqasi, farzandingizni o'zingizga qulay qilish uchun uning tabiatini sindirishga shoshilmang. Bugun sizni bezovta qilayotgan ba'zi xususiyatlar ertaga uning eng katta kuchiga aylanishi mumkin.